YouTube orqali qanday qilib pul ishlasa bo'ladi? Buning uchun nimalar qilish kerak? YouTube'ni boshlash uchun qancha pul tikish zarur? YouTube'dan pul ishlashni o'rganishingiz uchun men sizga qanday yordam bera olaman? Shu va boshqa savollaringizga shu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, barchasiga javob beraman. Assalomu alaykum. Men Jamshid Naimov 2016-yildan beri YouTube bilan shug'ullanib kelaman. Mana shu o'tgan 9 yil davrida men YouTube'ni o'zimni asosiy kasbim sifatida tanladim. Professional tarzda kanallar ochib, ulardan ko'rib turganingizdek ortimda kumush knopka, ya'ni 100 mingdan ortiq obunachi yig'gan kanallargagina YouTube mana shunday knopkalarni jo'natadi va bunday knopkalar bizda agar ofisimizga kelib ko'rsangiz 30 dan ortiq hozirgi kunda mavjud. Biz shu davrda mingdan ortiq odamlarga YouTube'da o'z yo'llarini topishga yordam berdik, qiynagan savollarga yechim berdik va o'zimiz ham 100 ga yaqin shogirdlarni tayyorladik. Ulardan ko'pchiligi hozirda yirik kanallar egasi. Men shu davrda milliondan oshiq obunachiga ega kanallarni tayyorladim va jami kanallarimiz soni, monetizatsiya daromad keltiradigan kanallarimiz soni 200 dan ortiq, 300 ga yaqin kanallarimiz muvaffaqiyatli daromad keltirgan. Endi mana shu 9 yillik professional tajribam bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Nimaga aynan YouTube? Men 2016-yilda YouTube'ni boshlaganimdan so'ng u yerda yaxshigina daromad qilish mumkinligini tushunib yetdim. Instagram yoki TikTokka nisbatan u yerda monetizatsiya qilish osonroq edi. Va shu sababli men Rossiyadagi yaxshi daromadli ishim tugatib O'zbekistonga qaytdim va bor e'tiborim, ya'ni fokusimni YouTube'ga qaratdim. Va shuni natijasida men hozirgi kunda aynan yirik kanallar egasiman va yaxshi daromad olib kelmoqdaman. Yana bir YouTube'ning eng ustunlik tomoni bor men uchun. Davlat ishiga nisbatan o'zingiz erkin ijod qila olasiz. Xohlagan paytingizda video rolik joylaysiz, xohlagan paytingizda ijod qilish imkoniyati mavjud va siz aniq har oyning 23-sanasida bu yerda daromad olishingiz mumkin, ya'ni to'lab beriladi. YouTube orqali qanday qilib pul ishlasa bo'ladi? Bu oddiy. YouTube platformasiga kiramiz. U yerda o'zingiz xohlagan nom bilan kanal yaratasiz va xohlagan yo'nalishingizda o'zingiz tanlagan yo'nalishda kontent yaratasiz, ya'ni video roliklar tayyorlaysiz va ularni kanalingizga yuklab borganingizdan so'ng 1000 ta obunachi va 4000 soat ko'rsatkichini bajarganingizdan keyingina siz AdSense, ya'ni daromad qilish tizimiga, hamkorlik dasturiga ulanasiz va shundan keyin har bir ko'rishlarga sizga YouTube pul to'lashni boshlaydi. 23-sanada esa oyligingiz tushadi. Bu yerda sizda savol tug'ilishi tabiiy, qanday qilib monetizatsiyaga ulayman, undan keyin daromadni qayerga chiqazib olishim kerak degan savollar ko'p bo'ladi. Buning uchun bizning Instagram va Telegram sahifalarimizni kuzatib boring. Men u yerda sizga barchasini bepul o'rgatib ko'rsatib boraman. Bu sohaga kirish uchun sizga qanday qurilmalar kerak bo'ladi? Ish qurolingiz mana bunday $1000 dan ortiq turadigan iPhone, Mac yoki bo'lmasam professional kamera emas. Ya'ni qo'lingizda bor telefondan foydalanib siz ushbu sohaga kirib kelishingiz mumkin. Men nega bunday deyapman? Chunki men boshlagan paytimda $80 Samsung J1 mini telefondan boshlaganman. Bu menga hech qanday to'siq bo'la olmagan va men u orqali kontent yaratib birinchi kanalimni boshlaganman. Buning uchun nimalar qilish kerak? YouTube'ni boshlash uchun qancha pul tikish zarur? Do'stlar, buni bilib olishimiz kerak. YouTube'da kanal ochish bu mutlaqo tekin. Hammaga imkoniyat berilgan, xohlagan inson YouTube platformasiga kiradi va kanalni yaratadi. Undan so'ng o'zingizni imkoniyatlaringizdan foydalanib, kuchli tomoningizdan kelib chiqib, video tayyorlaysiz, uni montaj qilasiz va unga nom berib kanalingizga yuklaysiz. Shundan so'ng siz talablarni bajarganingizdan so'ng monetizatsiyada hamkorlik dasturiga ulanasiz, so'ngra undan daromad olib borishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday pul tikish zarur emas, o'zingizda bor imkoniyatlardan, ya'ni 0 bilan boshlasangiz bo'ladi. Va undan tashqari biz sizlar uchun bepul darsliklarni tayyorlab qo'ydik. Uni olish uchun hoziroq Telegram kiramiz, YouTube pastki chiziqcha Jamshidbek deb yozamiz va bepul darslikni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Iltimos, bizga faqat YouTube'ga qiziqadiganlar yozsin va ular uchun biz video darslikni mutlaqo tekinga berishga tayyormiz. Qancha vaqtda natijaga chiqsa bo'ladi? Bu savol ko'pchilik tomonidan beriladi. Lekin bir narsaga e'tibor qiling, sabr sizlarni kutmayapti YouTube. Bu yerda birinchi navbatda mehnat qilish kerak va sabr qilish kerak. Natija esa o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi.
Ko'pchilikda hammada har xil. Misol uchun menda 6 oyda natijaga chiqqan bo'lsam, hozirgi kunda meni shogirdlarimni ichida kerak bo'lsa, birinchi oydanoq daromad olganlar bor va men tezroq natijaga chiqishingiz uchungina ushbu bepul video darsliklarim va tekin maslahatlarimni berib bormoqdaman. Ya'ni siz qanchalik tez natijaga chiqsangiz, men shuncha xursand bo'laman. Men shu paytgacha oldin kurs sotganmanmi? Yo'q. Chunki meni YouTubedan kelayotgan daromad qoniqtirgan va men kursni sotish emas, balkim kimgadir yordam berish maqsadida tekinga ma'lumotlar yonimga olib kerak bo'lsa, shogird sifatida o'rgatib, yo'lini ko'rsatganman. Hozirgi kunda meni 100 dan ortiq shu tajribam bilan bo'lishadigan shogirdlarim bor va siz ham xuddi o'shalardan biri bo'lib, bepulga meni kuzatib borib o'rganishingiz mumkin. Bu sohada ustoz kerakmi? Bu yaxshi savol. Ko'pchilik individual o'zi o'rganadiganlar ham ko'p uchraydi. Xuddi shulardan biri menman. 6 oy vaqt ketgan oddiy monetizatsiyaga chiqishim uchun va undan keyin meni savollar qiynagan. Bu daromad qanday olinadi, nima qilishim kerak va hokazo. Shuning uchun ustoz albatta kerak. Men bosib o'tgan 6 oylik davrni siz bor yo'g'i 15-20 kerak bo'lsa 1 oy ichida barcha ma'lumotlarni adashmasdan bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xatoliklarsiz sizga ustoz o'z yo'lini ko'rsatadi. Siz esa ustoz bilan tezroq natijaga chiqasiz. Meni maslahatim, ustozsiz ham eplasa bo'ladi. Agar mashaqqatli yo'lni bir o'zingiz bosib o'tmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Yo'q, men bu yo'lda tajribali inson bilan bo'lishni va tezroq natijaga chiqishni istayman desangiz, albatta marhamat, bizni kuzating, yozing savollaringizni, men esa sizlarga barchasiga javob berishga harakat qilaman. Eng qiziq savol, nima uchun tekin? Albatta bu savol hammani qiynaydi, chunki kommentariyalarda o'qiyamiz, hozir siz qizdirasizda, oxirida webinar o'tinglar, 2 kunlik webinardan so'ng sotuvni boshlaysiz degan savollar ko'p uchrayapti. Aslida men sizlarga ayta olamanki, men 9 yil davomida 1000 dan ortiq odamga pulga emas, tekinga yordam berib keldim. Buni minnat qilmoqchi emasman va shu yo'limda davom etib, sizni ham shu sohada rivojlanishingizni ko'rib, menga natijalaringizni tashlaganingizdan keyin men shundan rohatlanib mazza qilaman. Kimdir nimadandir mazza qiladi, kimdir ovga chiqadi, kimdir boshqa. Men esa mana shundan, ya'ni shogirdlarning natijasidan mazza qilaman. Hozirda bizda shu kungacha hech qanday pulli xizmat bo'lmagan va hech qanday kurs sotmaganmiz. Maqsadimiz mana shu sohani O'zbekistonda rivojlantirish va bizga o'xshagan Rossiyada ishlab yurgan do'stlarimizni vatanga qaytarib yaxshi daromadga chiqishlarida yordam berish va rivojlanishga qandaydir hissamizni qo'shish, tarixda nomimiz qolishi, bizni duo qilishlari juda ham muhim rol o'ynaydi. Shu maqsadda ushbu darslarimizni imkon qadar mutlaqo tekin qilishga harakat qilmoqdamiz. Bunda esa sizni yordamingiz kerak. Ya'ni siz menga yordam qanday? Videolarimizni ko'rasiz, kuzatasiz, o'rganasiz, natijaga chiqasiz, mana deb meni quvontirasiz. Men esa ularni istoriyada natijalar bo'limiga qo'yib boraman. Siz buni boshlang, natijaga chiqishda esa men sizga yordam beraman. Yana bir muhim jihatlardan biri, men atrofimda kuchli blogerlarni, shogirdlarimni yig'moqchiman. Birgalikda biz fikr almashamiz, yanada yirikroq natijalar qilishimizga biz ham fikrlarimizni orttiramiz, ya'ni kommunitimiz kuchayadi. Shu orqali men sizlar bilan birgalikda qo'shilib rivojlanaman. Nega aynan men atrofimda blogerlarni ko'paytirmoqchiman? Ko'p sohalarda raqobatchini kamaytirish ketayotgan bir paytda men naborot youtuberlarni, blogerlarni, YouTubedan daromad qiladigan raqobatchilarimni ko'paytirmoqchiman. Bunga javob bitta. Men ular bilan birga rivojlanishni, ular bilan birga fikr almashishni istayman va ularning natijasini ko'rib men ham mazza qilaman. Unutmang, agar biz bir yo'lda birlashsak, birgalikda kuchlimiz. Demak, ko'rganlarimizdan xulosa qilishimiz mumkinki, YouTube'ni bugunoq boshlashingizga hech qanday to'siq yo'q. Qo'lingizda telefoningiz bo'lsa, bas, internetga ulanasiz, YouTube platformasiga kirasiz, kanalni yaratasiz. Videoroliklar uchun mavzuyingizni, o'zingizni qiziqtirgan yo'nalishni tanlaysiz, ularni tayyorlab YouTube'ga yuklaysiz. 1000 ta obunachi va 4000 soatni bajarganingizdan so'ng siz monetizatsiya, ya'ni hamkorlik dasturiga ulanasiz va undan keyin 23-sanada birinchi oyligingizni ola boshlaysiz. Demak, bunda sizga biz yordamchimiz. Bizni Instagram, Telegram va istoriyalarimizni muntazam kuzatib boring. Chunki biz tekin ma'lumotlarni aynan sizga alohida shug'ullanib tashlab berib qo'ymaymiz. Bizni esa buning uchun kuzatib borishingiz juda ham muhim rol o'ynaydi. Siz nimanidir o'tkazib yuborsangiz, keyingi bosqichda tushunmay qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizga Telegram orqali yozing, niyatingiz jiddiy bo'lsa murojaat qiling. Biz sizga bepul kursimizni hoziroq tashlab berishga tayyormiz. Savollar kommentariyada, biz esa sizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz.